Assalamu alaykum hürmetli sabaqdaşlar. Tayyiba dersxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün i'rob dersimizning 7-dersini o'qiymiz. Bizning bugün o'qimoqchi bo'lganimiz al-hadisus sabi', 7-hadis. Unda bo'lsa biz dersimizni boshlaylik. An Abi Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: "Ad-dinu an-nasiha." Qulna liman? Qala: "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Abi Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu din rivoyat qilindi. Haqiqatan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Ad-dinu an-nasiha." Din samimiyat demakdir. Din samimiyat demakdir. Dedik biz, ya'ni sahobalar, liman kim uchun? Qal dedi, lillahi Allah uchun, ya'ni Allohga samimiy bo'lish, Allohning kitobiga samimiy bo'lish, Allohning elchisiga samimiy bo'lish va mu'minlarningki imonlarga samimiy bo'lish va umumiy musulmonlarga qanday bo'lish, samimiy bo'lishdir deydi. Bu yerdagi nasihaning ma'nosi samimiyat, samimiy bo'lish degan ma'noda. Hadisning mazmuni qisqa, ixcham, uchuq, shunga buni ortiq izohlash hojatsiz. Unda bo'lsa biz tarkib qo'yamiz. Ad-dinu an-nasiha. Bu yerda nayt uchuqqa din mubtada. Peşkin alameti aşkara. An-nasiha xabar, peşkin alameti mu aşkara. Qulna liman. Endi bu yerdagi qulna deki qul fi'l madi. Shundaq o. Nacho damir mabni. Shundaq o, shundaqla fa'il peşlikning o'rnida. Liman lam harfi jar, man ismi istifham. Zirlikning o'rnida. Bu mabni zirlikning o'rnida. Lam harfi jar kirganligi uchun. Lillahi deki lam harfi jar, Allah degan lafzul jalali majrur. Zirlikning alamati oshkora. Va li kitabihi lam harfi jar, kitob ism majrur. Shundaqla kitob muzaf. Hi degan damircho muzafun ilayh. Bu mabni zirlikning o'rnida. Mediki va li kitabihi deki bu harfi atba. Bu nayati tushunishlik. Lillahi va undan keyingi barliq jumlalar pashlik o'rnida tashlangan mubtadaning xabari. Tashlangan mubtadaning xabari. Lillahidan tatib keyingi jumlaning hammasi. Masalan qanday desak, ya'ni an-nasiha qulna liman dedi shundaqo. Qulna liman deb gap tugadi. Undan keyin an-nasiha lillahi va li kitabihi va li rasulihi degan gap qoldan keyin an-nasiha degan bir mubtada bor. Lillahi va li kitabi degan oxirgi butun jumlalar nima bo'ldi? Shu tashlangan mubtadaning nimasi bo'ldi? Xabar bo'ldi deymiz. Unda bo'lsa bugungi hadisimizning mazmuni mushu yerda oxirlashdi. Buningki uzun bo'lmag'achqa hadis buning topshiriqimi yo'q. Unda bo'lsa vaqtlaşlar kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.